Hammaga salom, Arzon Poyabzal kanalining hurmatli tomoshabinlari. Sizlarga Farg'ona viloyati Qumtepa bozoridan optim poyabzallar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Nomerlarimizni video tagiga qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Eng arzonlarini ko'rsatib beramiz bugun. Xo'p, Telegramga kirsalar gruppamiz bor. Kimga narsa yuborilayotgan bo'lsa, o'sha yerga videolarni qo'yib turibmiz, ko'rishlari mumkin. Narx-navolari bilan tanishib, gruppada ko'rishlari mumkin. Orman aka, bular nech pul berasiz? Ha, 29 mi? Sizdan emasmi bu? Kelishadi, 27 yoshlar. Assalomu alaykum. Sizga aka? Sinfda bolalikdan keladi. Ha, bo'ldi, bu ishda egalari yo'q. Boshqalarni ko'rsataveramiz. Bular sizdanmi? Mana bu akamizdan. Ko'rishlari mumkin. Bular nech pul berasiz? Bular 30 ming so'mdan. 5-6 xil assortimenti bor ekan. Mana shular 30 ming so'mdan. Va bu toshlilari. Toshlilari 25 ming so'mdan. Bu boshqacha toshli ekan. Bu nech pul? 25 ming. Bular ham shunaqami? 25 mingdan bu ham. Video tagida nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Bular ham sizdan aka? Mana toshlilar. Sifati ham chiroylilari. Polvertan padoja bu? Razmeri 36 dan 40 gacha. Mana. Rezinkali ekan. Oyoqqa yaxshi yumshoq o'rnashadi. Bular nech puldan aka? 50 ming. Bular 50 mingdan. Bozoringiz bersan aka? Xo'p. Mana bu yerda narxi yengilidan so'raganlarga. Narxi yengillar. Sizdanmi? 28 mingdan bular, ha? Ha, 28. Hop. Men olaman nomeringizni. Hozir qaytaman. Haligilar 15 mingdagi, haligilar. Ma pulilar 15 mingdan, ha? Mana. 15 ming so'mdan ekan. Bular 28 ming dedingiz-a? Mana 28 mingliklar. Bularchi? 30 mingdan padoji go'shtligi. Mana. Bozoringiz bersin. Hop. Mana bu yerda unaqa tashkillar bor. Sizdanmi aka? Bormi aka? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Nech puldan berasiz aka ular? Bu toshli-a? Toshli 40 ming so'mdan. Polvertan padoja? 36 dan 40 gachami? 36 dan 40 gacha. Bularchi? Bular 20 ming. Quyma. Bular 20 ming so'mdan ekan, quyma. Mana shu 5-6 xil ekan-a? 20 mingligi. Bunisi nech pul? Bantili. 20 mingmi? Bu ham 20 ming so'm. Mana bu yerda bu toshlik ekan. Bunisi nech pul aka? Mana shu ham chiroyli. 30 ming so'mdan ekan mana bu. Ikki xil assortiment bor ekan, bu bilan bu. Tepadan olib beraman, nima zarur bo'lgan bo'lsa, Telegramdan screenshot qilib tashlab beraverasizlar. Bozoringizda. Mana bu yerda ham bor ekan, arzondan so'raganlar. Bormi aka? Sizdanmi bular? Mana. Nech puldan beryapsiz bularni? Kilometr tikman nech pul berasiz? Tikmalar 28 mingdan. Buchi, bu ham bir xilmi yo'q? O'zi ponni 28 ming so'mdan ekan mana mashinalar. Qaysi biri yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Assortimenti qolgan. Assortiment ko'p ekan mana. 28 ming so'mdan boshidan oxirigacha. Tepafondan ham olib beraman. Ko'rib ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu qatordan ham ko'rsatamiz. Mehlilar. Mehlilar sezonni tuyab qoladi o'zi. Bular nech bilan berasiz? Bular 55 ming. Toshligi 55 ming so'mdan. Assortiment mashigi. Polvertan padojmi bu? Mana. Ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Tepasidan olib beraman, yoqqanini aytaverasizlar. Xo'p. Makasimalar. Makasimalar kimdan?
Sizdanmi bu? Ha, egasi yo'q ekan buni. Yaxshi sotib berishyapti vaqtida. Egasi ketib qolgan ekan, uni olib beraman. Bu sizdanmi aka? Bormi? Charchamayapsizmi? Narxlarini bir qator aytib bersangiz. Nech puldan bu? 52. Bu 52 mingdan. Nech xil 52 mingdan yo ponnimi? Hammasi bir xil 52 mingdan, hammasi xonni tepasidagilar. Mana ko'raverasizlar. Ma'qul kelganini tanlab aloqaga chiqaverasizlar. Mana chiroyli modellardan. Nima deysiz? Ha, ishlaydi bu remen hali mod. Ha, tushunarli, rezinkali ekan. Mana. Tushunarli. Ha, zo'r qilsalar. Mana bu tepadan mashi ham bardovi chiroyli rang. Yashil ko'klari ham bor. Boshqa ranglari ham bor. Mashina narsalar yoqsa boshqa ranglardan ham kerak etsalar, Telegramdan tashlab beraveraman rasmlarni. Mana 52 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. Tepa fondan ham olib beraman. Yoqqaniga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Qaysini? Pinetga umrachilarga. Umraga borganlarga mana. Buni nech pul? 14 ming. Chorchilligi ham bor. Optimga 14 mingdan. Chorchilligi ham bor. Nima deganingiz u? Karafanga o'xshagan. Ha, karafanligi ham bor ekan. Mashinalarimiz bor umrachilarga. Tushunarli. Qani? Mana bu tepada oq mahsullar bor ekan. Ha, umraga borganlar olar ekan buni. Nech pul bu? 16 ming. 16 mingdan ekan. Optimga. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Mana bu qatorda ham tapishkalar bor ekan. Sizdanmi aka? Mana bularni ko'rsatamiz. Yengil ekan lekin sifati ham yaxshi ekan. Nech puldan beryapsizlar? 28 ming pachkaga. 28 ming. Bu ham mana shunaqa narxi? Bir xil aka. 37 dan 41 gacha. Villigani so'raganlarga, kattalardan. Ko'rishlari mumkin mana. Yengil, yoqdi menga mashina. Aloqaga chiqaverasizlar. Sifati ham zo'r ekan. Bozoringiz bersin? Avvalinglar. Arzon poyazal, siz ko'ra YouTube'da. Mana bu yerda bunaqalari ham bor ekan. Sizdanmi bu aka? Ko'ringlar mana 3 xil. Assortiment bormi yana boshqa? Bor, yo'q oldi. Mashinasidan kerak desalar, Telegramdan sizlarga qolgan assortimentlarni ham tashlab beramiz. Nech puldan beryapsiz bularni? 32 mingdan. Po'ka aypadi o'sha bu? 32 ming so'mdan aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Hozir olaman nomeringizni qayt. Mana bu yerda puxlilar bor ekan. Bular kimdan aka? Bular aka sheriklar. Siz sherigingizdan-a bular? Mana. Toshli chiroyli ekan mashina. Tovoni ham bor ekan. Nech puldan berishyapti buni? Bular aka shu 17 ming berishyapti. 17 mingdan. Polni 17 mingdan-a? Mana 17 ming so'mdan so'raganlarga. Aloqaga chiqaverasizlar zarur bo'lsa. Bular ham o'sha odamdan? Boshqa odamdan aka bularni 28 ming berishdi. Bularni 28 ming berishyapti ekan. Boshqa akamizdan ekan bular mana. Toshlari ham bejirim chiroyli ekan. Xo'p. Endi bu qatordan ham ko'rsatamiz. Toshlilari bor ekan. Bormi aka? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Tigirlardan Bu akamizda ham assortiment yaxshi ekan. Nech puldan beryapsiz aka bularni? 28 ming aka. Polni 28 mingdan mana shunaqa padojlilar. Ha. 28 ming so'mdan mana broshkasida farqi bor ekan. Bu broshkasi yoqsa yo bu broshkasi yoqsa tanlab olaverasiz. Har xil mana. Turiga bor ekan akamizda. Mana shu ham boshqacha ekan. Mana. 28 mingdan aloqaga chiqaverasizlar. Telefondan olib beraman, yoqqaniga aytsalaring, ketaveradi. Mana. Dastlabki O'zbekiston bo'yicha hamma yoqqa qilib beramiz. Dastlabkidan o'ylanmaysizlar, muammo yo'q. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Keling. Bormay aka. Savdoingizni qilib olavering. Olavering, kam video. Bo'ldi. Nech puldan beryapsiz aka bular? Bularimiz 25 mingdan beradi. 25 ming so'mdan mana. Po'kaypadi o'sha bu? Ha, ko'chaypadi. Assortimentini tepadan. Mana bularimiz 23 qancha beryapsiz? Bularimiz 25 ming bergan.
25. Faqat padojlari ham yaxshi, xudo xolasa. Padojlari ham mana. Go'shtli, yumshoq padoj ekan, yengil ish ham. Ko'k padoj. Ko'ka padoj. Yengil ishlarimiz, xudo xolasa. Bularni necha pul? Bular 23 ming qilib beramiz. Bular 23 ming so'mdan. Bu akamizda 25 ming bilan 20 mingning o'rtasida ishlar ekan. Tepadan videoni ne qilib qo'yib beraman. Qaysi biri yoqsa, screenshot qilib Telegramdan tashlaverasizlar, aloqadamiz. Bozoringizni bersan aka? So'dingiz qoladi. Toshlilarimiz bor, 6 yo'q qoldi. Xudo xolasa. Toshlilar. 4-chay padoj, yumaloq padojlarimiz ham bor, xudo xolasa. Bular necha puldan berdingiz yumaloq padojni? Yumaloq padojlarimizni 26 ming, bunisini ham 26 ming. Sizni obunachilaringizga o'tib beramiz. Bo'ldi aka. Bozoringizni bersan. Aloqa chiqarasizlar, arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Mana assortimentlar ko'ringlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha eng arzoni. Mana bu yerda borgan egalari ko'rinmayapti. Narxini aytib o'taman dedim. Mana bu yerda ham akamiz savdo qilib pul so'rayaptilar. Bormi aka? Charchamaysan? Yaxshi rahmat aka. Nech bilan berdingiz aka bularni? Bular 30 ming so'm jem cho'lilar. 30 ming so'mdan mana toshlilar. Bular 30 ming so'm. Akamizda ham assortiment ko'p ekan. Mana ko'rib, yoqqaniga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Mana bu yerda toshligi. Mana bunaqa broshkaliklari bor ekan. 28 ming. Mana ko'rishlaring mumkin mana shu assortimentlar. Bular nech pul berishdi? Yo sizdanmi? Sizdan ne? 28 nech pul? 30 ming. Mana. Kami bor, aloqaga chiqaverasizlar. Bu toshlilarchi aka? 56 ming. Polvertan padoj bu? Polvertan padoj ishni udaridan so'raganlar. Mana. Sifati zo'r. Arzon qo'yamizmi? Ha, arzon qo'yapsiz aka. O'z nomingizni qo'yapsizmi? Ha, o'zimning nomerimni qo'yapman. Bular nech pul beryapsiz aka? Xitoy 64 deyapti aka. Xitoyda 64 ming so'mdan. Xitoy so'rashadi o'zi ko'pchilik. Bu Xitoydan kelgan-a bu? Sakatotka spadoji kelgan. Faqat o'zbek odamlar ishlagan xolos. Apparatlar hamma yo'q Xitoynikida, to'g'rimi aka? Xitoyda Xitoy ishchilar ishlasa, O'zbekistonda o'zbek ishchilar ishlaydi. Shu farqi. Apparatlari bir xil. Mana. Nech pul dedi bularni? 64 tushib beramiz. 64 mingdan necha tushib berar ekanmiz. Yumshoq ekan padoji ham. Razmerichi aka buni? 36, 37 qirabir. 37 dan 41 gacha. Velikani ham bor ekan. Ha, boshqachalari ham bor ekan. Bu toshlilardan so'raganlarga. Kimdan bu aka? Sizdanmi? 30 mingdan ekan bular ham. Mana ko'rib yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Podyumlari ham kelgan ekan ishlari, chiroyli ekan. Yengilliklari ham yaxshi ekan. Tavsiya qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Tepa fondan ham ko'rishlaring mumkin. Hop. Bu qatorda mana boshqachalari bor ekan, toshlilari. Padojinga hech kelgan. Padoj ichidamikin buni? Turetskiy modelmi bu? Yangi bozorda yo'q-a bundan, ha? Bor. Bormi? Kam ekan lekin. Endi ko'rdim-da men. Nech puldan beryapsiz? 30 ming. 30 ming so'mdan mana. Ajoyibidan so'raganlar. Bu padojim u taygacha kelgan-a buni? Yozmashimi? Ash padoj bo'ladi. Modeli boshqacha ekan buni, chiroyli modeli. Paxta tovoni bo'ladi anaqa. Tovoni bo'ladi? Ichida bo'ladi. Ichida, o'sha baland turibdi-da. Bo'ladi. Sekretni padoji bor. Sigaret. Aloqaga chiqaverasiz. Razmeri nechalik buni? 36 dan 40 gacha. Mana tepa fondan neobechnisidan so'raganlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yerda toshlilar bor ekan, bular ham chiroyli ekan. Bular kimdan ekan? Ya o'sha 30 ming to'g'ri. 30 ming so'mdan ekan bu ham. Aloqaga chiqsalaring nomerlarni mana ko'rishlaring mumkin. Assortiment mash ekan, 30 ming so'mdan. Bormi aka? Charchamayapsan? Yaxshi rahmat aka. 30 ming berdingizmi bularni? Chiroyli ekan. Ko'raverasizlar, yoqtirsalar aloqaga chiqaverasizlar tepa fondan. Mana yoqqanini shuni ne qilib bo'yasizlarda menga Telegramdan mashindan 10 pachka kerak yo 5 pachka kerak.
yo 20 pashga kerak desalar, farqi yo'q. Nechta olishlaringni farqi yo'q. Dastlabki qilib beraveramiz. Mana bu yerda qoralar bor ekan. Polverton badojlilar. Sizdanmi aka? Charchamayapsizmi? Yaxshi rahmat. Bularni nech pul berdingiz aka? 50 ming so'm. 50 ming so'mdan toshligi. Hammasi 50 mingmi bu yerda? Yo'q, bular 48 ming so'm. 48 ming so'mdan. Bu toshligi 50 mingdan. Qolgani 48 ming so'm. Broshkalar to'kilmaydi. To'kilmaydi. Broshkalar tushib ketmas ekan. Toshlari yaxshi. Akamiz ishlari ham sifatli ekan, tavsiya qilaman. Yengil ekan. Tepa fondan olib beraman, yoqqaniga aloqaga chiqaverasizlar. Buni broshkalari tushib ketmaydi deyapti. Qatirilgan bu. Qatirilgan ekan. Superkil emas. Superkelida yopishtirilmagan, bu apparatda qatirilgan ekan. Mana bu yerda narxi arzondan so'ragan. Bular kimdan? Sizdanmi? 28. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Bular kattalar 28 ming. Qaysilar 28 ming? Bularmi? Bu tepadagilari 28 ming so'm. Bularchi? 26 ming so'm. Bular 26 ming so'm. Mana. Qanaqa kelishtirib beramiz. Vishpiyada tikilgan ekan, mana chiroyli qilib. Chiroyli model ekan bu. Mana 26 ming so'mdan, bular 28 ming so'mdan. Bu ham vishpiyada tikilgan ekan. Mana. Qadoshi ham buchi. Chiroyli ekan. Endi Akamiz ishini ham sifati yaxshi ekan, tavsiya qilaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p. Mana bu yerda ham bor ekan. Sizdanmi aka bu? Egalari ketib qolibdi. Nech pul berishganini bilmaysiz narxini? 30 ming ekan. Bular 30 mingdan sotishibdi bularni. Mana. Ko'ringlarchi yoqamiz. Kamarli modeli ham chiroyli ishda. Bular 30 ming berdi aka? Bular 30 mingdan ekan. Bularchi? 17 ming. Bular 17 ming so'mdan ekan. Mana. Qimmatdan so'raganlar, qimmatroq, arzondan so'raganlar, arzonroq. Talabga yarasha taklif. Mana bu yerda toshlilar bor ekan. 16 ekan bu. Bo'lmasa Toshligini ko'ringlar. uchovidan bitta olib bering. Uchovidan mana ko'raverasizlar. Bu toshlilar nech pul berdi? Narxini bilib qo'yaylik. 32 mingdan ekan toshligi. Tepafonni olib beraman, nima zarurligi bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabkilar ishlayapti. Xo'p. Tapishkalarda mana. Bular ham pul yengillar. Sizdanmi bu? Ha, egasi yo'q, kela olaveradi. Narxini nech pul berdilar buni? Narxini bilib qo'yaylik. 28 ming so'mdan. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar, o'zim dastlabki qilib beraman. Mana. Arzon poyabzal. Ha? Arzon poyabzal deb yozsangiz YouTube'da. Ha. Ha, mana ko'raverasizlar. Tepafondan yoqqanini ko'rib aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu akamiz ham ishlari bor ekan, qo'yib beramiz. Bu kimdan? Kimdan? Sizdan-a bu? Nech pul bu? Bu 25 ming qilib beradi. 25 ming qilib berishyapti ekan. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Yaxshi ketadi. Metta quvmalilar ham bor ekan mana. Model Turkiyaniki, ishlab chiqarish O'zbekistonniki. Bu hali ichi endi keyinchalik rivojlanadi. 1 yil orqadan hozir ular. Ha, xudo xolasa yetib o'tib ham ketadi. Endi kelyapti apparatlar zo'rlar. Atrofga yaxshi Mana. sotyapti. Tojik, qirg'iz, qozoq. Ko'raverasizlar. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin. Mayli. Xo'p. Mana bu yerda bu tapishkalar bor ekan. Xo'p, egasi borini narxlar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Mana bu yerlarda ham toshlilari turibdi. Bularda ham egalari ko'rinmayapti. Egalari bo'lsa ko'rsatib o'tardik. Mirzoxot akamdan ham narxlarini tanishtirib o'tamiz endi. Bormay Mirzoxot aka? Kelinglar. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Olyapsiz, ishqilib yo'q. Endi yutga qo'yamsiz siz aka. O'tgan safarga o'xshab aldayapsizmi? Ya o'chirib yubormayman endi siz aka, qo'yaman. Narxlarini bir qator aytib berasiz. Lo'rolarni nechga beryapsiz? Tojikchasiga chil somon. Chi somon. Tapishkachi? Bir xil. Bir xil ekan. O'zbekchasiga ham ayting endi. Bitta o'zbekchasiga 40 ming so'm. 40 ming so'm. O'rtachasiga hozir aytib beraman. O'ruschasiga kaseta chaynab yuboryapti-yu Mirzoxot aka. Mana ko'raverasizlar.
Qirolmaymiz, Akamizda- 40 dirmada. 40 tezchi rubl. Ha, bo'ldi. Assortiment ko'p akamizda. Telefonni olib beraman, yoqqaniga aloqaga chiqaverasizlar. 5ta, 2ta, bitta yopib. Narxlar 40-50 ming orasida narxlar. Mana qarang. Yoqqaniga aloqaga chiqsalar, arzon qo'yasiz. Pulni qo'ysa berish. 7 mingtadan o'tib qolsa kerak. Mana bu yerda ham ko'raverasizlar, assortimentlar bor ekan. Mirzo aka bularni ham narxini aytib o'taylik ularni. Bular 45 ming so'mdan qirol siz obunachilaringizga. 45 ming Siz nomingizdan so'mdan. kelishsa. Mana, bo'ldi. Men nomimdan kelishmasa 50 mingning, tamommi? 50 ming so'm siz nomingizdan kelishmasa. Bo'ldi. Aksiyani bombasi deydi-yu. Aksiyani bombasi, aksiyani svichasi. Svichasi. Ko'raverasizlar. Olayotgan 36 dan 40 gacha razmeri. Videoga olayotgan bo'lsangiz bo'ldi shunday. Shuncha gap so'zlardi. Videoga olyapman aka. Bularni nech pul berdingiz? 55 ming so'm. 55 ming so'mdan ekan bular. Mana shular 55 ming so'mdan 3 tasi. Bular 45 ming so'mdan. Aloqaga chiqaverasizlar. Mirzo aka bozoringizni bersan. Qirol sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mana narxi yengillardan so'raganlarga tapishkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hormang aka. Charchamayapsizmi? Nech pul beryapsiz tapishkalar aka? 25 ming so'mdan. Ko'rishlaring mumkin mana. Akamizda narxi yengillari. Sifati ham zo'r. Tavsiya qilaman. Ko'rishlaring mumkin. Mana skrom ishlangan ekan mana shulardan. Razmeri 36-40 mi? 37 dan 41 gacha. Mana ko'ringlar, podojlari ham chiroyli. Narxlari yengil. Qancha topolmaysizlar buni arzon narxda, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefonni olib beraman, yoqqanini belgilab aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni video tagiga qo'yib qo'yamiz. Videomizni minut ko'payib ketayotgani hisobiga zerikib qolmasliklaring uchun videoni shu joyda yakunlaymiz. Nima yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telegramda gruppamiz, kanalimiz bor. O'sha yerda hamma narsani narxlari bilan yoritib boryapmiz. Obuna bo'lib qo'ysalaring, yangiliklarni kunda qo'yib boramiz. Xudo xolasa ko'rib aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki jarayonlari qo'yilyapti. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.